Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan. Real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Aql to'y o'zicha. Abdullajon, to'g'risi. Nima deyapman men senga? Qo'yaman hozir. O'tgan safar Abdimga loyni bulg'ab ketding, indamadim, to'g'rimi? Gaday, kirishma. Kuching yetmaydi baribir menga. Hozir isqor poroqlik qilib, shistoka qilib, bunisini ham tog'angga aytasanmi? Конечно aytaman. Tog'am bizga nima dedi? G'ish qo'yiladi dedi. Lekin sen o'sha maktablarga panetka beryapsan-da. Menga qara, Sayfi, agar. Nima agar? Nima agar? Sen gaday zapomni. Chaypab tashiyman, chuning kuching yetmaydi sana. Ibi tog'ajon kelyapti. Qani? Sen ham, tag'ayam, iding naxud. Isingdan chiqarma, qishloq diballari qaytmas chayir bo'ladi. Agar yana bir marta oldimdan chiqsang, bu safar ko'maman. Adin gaday. Lekin ikki bir qilib. Olma ilanar keladi. Yuragimga yesh o'tin yoqib Men senga hali to'g'riga ko'rsataman. Samaglarni shunchaki shamol ko'rsataman. Menga sakraganlarni o'zim joyiga qo'yib qo'yaman. Sayf chota g'ishlaganday bo'ldimi? Men bir ishlagan odamlar bo'laydi. Lapay to'g'ri. Aqlaysan. Ishda yotgandim. Men sen indis kinoda o'ynayapsanmi deyman, yo'qdan bu yoqqa dumalaysan. Og'ajonim, ag'ish toshi urib bermanoday bo'lib qoldi-ku, shunga biylar to'g'irlash, ana o'sha mashqini qo'yatdim. Sayfulla qani? Sayfulla demang, jiyanjonim, sizni mehribonchaysiz-ku. G'ish toshi yetsam, nima kerak degan g'ishingni bitta ko'ngga cho'milishga ketardi. Men qanday? Zo'r, tog'a. Bir dumal olasanmi? Yo, hammasi chotki. Ha, yaxshilab tur. Qani olib kelsam? Qo'lni ko'rsataman men sana. Tog'ajon, mehribonchaysiz keldinglar. Yor keladi, yor keladi, tog'da yor vafodor keladi. Keladi, yor keladi, tog'da yor vafodor keladi. Olma ilanar keladi. Bomi og'riq. Qayerda eding? Taqajon konda cho'milishda edim. Uzr boshqa qaytarilmaydi. Borisinga qarab. Uylanaman deydi. Qachonchani shamollatni uylasa. Nachinoshkalar anglayapsanmi, ayat? Va, seni deb bo'lib qolamiz. Sayfijon, gap yo'q. Birinchi marta mujiklik qilding. Tag'angga aytib bermading. Chunki bu dunyoda senga o'xshagan hamma ko'p emas gaday. Sayfijon, esingdan chiqarma. Bu dunyoda hamma ham yaxshi bo'lavermaydi. Kimdir ko'tliklar qilib turish kerak. Men shu uchun dunyoni bir tekshiryapman.
Lekin mana bu tag'ani shapot uchun sen hali javob berasan. Voy, o, muncha irg'achiga o'shqab arazlayverasan, endi armiyaga borsang nima qilasan? Короче, давай, bor kiyim almashtir, tog'am aytib ko'chadagi g'ishni ichkari kirgizish kerak. Seni deb bo'ldi bu. Tushunmayman tag'angga. G'ishlarni kirgiz, chiqar. Nima? Biz mag'rikormizmi? Tvan, havli kimniki? Tog'imnikimi? Xohlagan ish qildiradi. Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Oho, tag'angdan o'rgandingmi? Men dalada bo'laman. Sa jonimga tag'asi-yu o'zi. G'isht qanday toshsam ekan, bittalab toshsammi? Yo, g'altak bilan toshsammi? Ye, gaday ustozim! Mehribonim! Mana g'altakchan o'zi kelyapti. Yo'q, ustozim. Muncha osalasan kimsan? Zulf ko'pkarman-ku, gaday. Qaysi Zulfi toniman? Har doim sen bilan qishloq rishalarini qilib yuradigan yordamchingman. Zulfidan men o'sha ishlar yig'ishtirganman. Hop shu bitkul yig'ishtirganman. Bir marta imkon ber, ishingni qilay, xizmating qilay, gaday. Hop, atsa. Birinchi navbatda otangga xizmatini qil. Otasini xizmatini qilmagan, meni ham xizmatim qilmay turib qolaman. Qilaman. Iltimos, bir marta shans ber. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, senga ikkita shartim bor. Quchoqlama, ayollarga o'shqape. Ikkita shartim bor. Birinchisi hozir sayfi chiqadi-ku. Aha. Shunaqa yugurib borib ko'chadan tepasan, ko'chaning karragi chiqib ketsin. Gadaydan pochta deysan. Ikkinchisi mana ishlar ko'ryapsanmi? Mana oxiriga. Ana shuni bittalab uyga toshiysan. Ma'qulmi? Ma'qulki, buni toshiyman, lekin Sayfullo baqotib ketibdi-da. Bo'ldi, menga shogird kerak emas. Qilaman. Bo'ldi, qilaman. Bajarasanmi? Bajaraman. Luboy ishing bajaraman. Mayli, sayf chiqyapti. Fas. So'z tog'ajon perishvayt qilmang, hamma narsa yes qilamiz, bo'ldi. Buncha To'xta, sayf. Biz shogird. Tvan, o'zingdan ketyapsanmi, gaday? Gadaydan pochta. Qanaqasini 1 minutga qarab biz. Menga qara. Tag'ajon ish buyurgan g'ishlar toshida, to'g'rimi? To'g'ri. G'ishlar toshing kelyapti. Yo'q. Mana bizning g'altakchilik. Uzr so'ra. Davay. Zulfijon, ming bor adashdim Zulfijon. Mayli. Zulfijon, ko'ryapsanmi? Ustoz bilan yursang kuchig ham gapirolmaydi. Menga qara, aytchi. 20 ming puling bormi senga? Bor. Davay, Qancha qismda? davay, g'ishlar toshib tursang, davay. Ketdik, magazin o'tib keling. Menga qara, to'xtada, Barsani fanatka. Sen o'tgan safar nima deding? Mana telpakda hech nima yo'q, bo'sh dedingmi? Xuddi shunday bo'sh nima? Sayfajon, bu telpakdagi to'la ideya. Bu bosh emas, kompyuter. Buni qara. O'char. Boshqa disk qo'yarpa, kechqurun boshqa safar ko'ramiz buni. Kim bo'ldi? Yurdi. Tushberdi. Shankulon, tushgani mashina? Kauntar sotib yuribsanmi? Assalomu alaykum. Alaykum. Biz Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan tikuv mashinalaringizga taklif etamiz. Obbo. Mana germanskiy, menimcha yaxshi qancha tushuntirib bering qani? Daromad kuniga 300 ming so'm. 300 ming so'm kuniga 300 ming so'm. Narxi qancha uni? Narxi boshlang'ich to'lov bor yo'q 500 ming so'm. Qilsangiz 3 kun ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 500 ming so'm. 400 ming so'm bersam bo'ladimi? 400. Mayli, faqat siz uchun. Super. Всё, men hozir pul olib kelaman, hal qilamiz, davayda dogovor qilamiz. Super. Superman. Menga qara. Sen nima qishloqda oddiy, sodda odamlarni shaqar pullarni olib allamoqchimisan? Men bor ekanman. Sen hech qachon allalmaysan odamlarni. Esingdan chiqarma. Agar qishloqqa yana bir marta tikish mashinani deb kelsang, tikaman aytib qo'y. Tushundingmi? Tez qurib berdi. Detski panetka yoqqa ketdi. Qayda ko'rgansan 500 mingga tikish mashin berganini? Annajonlar, sizlar ham ko'zlaringizni moshday ochingizlar. Bironta telefon qilib bankdanmiz yoki Telegramdan karta nomeringizni tashlab yuboring desa ishonmaysizlar. Qaysi birlaringizga bo'lay, hammani qutqara olmayman, annajonlar. Sen hali ham o'tiribsanmi? Ribada, jiddiyyatma, katina muqriyapti. Tez qurib. Lekin gaday bekor qiling. Zo'r variant aytish uchun mashinkalarni olish kerak, tamom. Mashinangdan bitta o'raymi? Nima ayollarga o'shqab uyga kirib kashta tikmoqchimisan? Ha? Men Sayfujon uni mashinkasini emas,
biznes g'oyasini bepulginaga o'g'irladim. Yaqinda biznes qilamiz. Sen va men boyib ketamiz. To'xta. Bizlar mashinkalarimiz yo'q, qanday biznes qilamiz? Qara fikrlashing ham Lamin Yamalday ditskida. Nima sen o'ylaysan, ularda mashinka bor debdim. Ular bar mashkalar. Zapomni, Sashkajon, g'oyang bo'lsa, mashinkani na uy beragi bor. Men suvsab ketdim, yur magazinga borib suv olaylik. Jarjara bo'lasan. Gaday bu shistorkan koshidimi, yo'qmi, g'ishlan bilmasam. Rais bormi? Bobirjon bolam, shu ishing yaxshimi? Rossiyada yuraverasanmi? Pul jo'natsang, uyda remont qilib, to'yiga harakat qilaydik. Nima? Bank ishlamayapti? Bank ishlamasa, birontadan beraversang yaxshi bo'laydi. Rais bu, raislarda ham muammo bor ekanda. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Tinchlik, shu o'g'ilcha Rossiyaga ketuvdi, pul jo'natsa, pul jo'natmayapti, bank ishlamayapti, boshqa deb problemasi aytyapti. Telefonni bering-da, telefonni bering. Alo. Bispanetga 40 yildan beri Rossiyadasan axir. Telefoningni olasan, Play Market yoki App Store'dan Milliy Pay ilovasini skachat qilasan. Rossiya nomering shunday kiritasan-da, mana rais buvani Uzgar deysanmi, Humo deysanmi, Lubboyga pul perevod qilsang bo'ladi, Anayjon. Gaplashdim. Hozir sizga Milliy Pay ilovasidan pul tashiydi Bobirjon. Rahmat. Sog' bo'ling. Raizim, men ishga shu Milliy Payda eng arzon foizlar jo'natsa o'shanlar. Rahmat gaday. Mahalla obriga ko'tarding-da. Shogird malades, qanday ishlar tosh tashlaganda. Ko'ramiz, hozir ko'ramiz. Gibi. Yo'pana. Shogirding g'irchish qo'q ekan-ku, bitta ham g'ish toshmagan. Kamayani sindirgan, tog'o, o'ldiradi. Nimaga ishondim senga? Sayfijon, azat tutma bo'ldi. Baqini o'zimga qo'yib berdi. Zulfa! Aytdim shogirdlikka ona foydasi yo'q. Ana, uni qarab, uxlashini qarab, sansirdan uxlayib, qo'taga chiqsa, Nima, jo'jachani o'ldirib yuborma. Menga suvni olib ber, Sayfijon. Men o'zim bilaman buni nima qilishdi. Nuka, rota, подъем! Menga kelding ustozjon, meni shogirdlikka oling deb ko'timni yalagiday bo'lding. Lekin bu yoqda uxlayotsan, men senga zadaniya berdim. Ishlar toshidi. Buncha ish qildim gaday. Kibi, nima ish qilding? Sayfijon, davlat, rais bilan chaqir, meni san chaqir protokol qilaylik bak. Uyda pul yo'qolgan sababini men bildim. Mana shu ginida pul yo'qolgan. Hozir cho'qiraman. To'g'ri, militsiya. Gaday, hali sen menga zo'r bo'lasan, qarab tur. Albatta. Aytdim senga cho'qirmaylik, parod qilib, xuddi tag'am tursa gazimizni beradi. Tag'i chiqmasa meningda o'zingcha boshlanmas, hamma joyda baparat qilib. Bor ana yere qo'chqorda terisi bor, juni. Olib kel bu yoqqa. Qo'chqor terisi yo'qmi bizda tag'am? Mana bu yerga ko'rpacha tashish kerak, terisi bo'lmasa, jun bo'lmasa, bir ko'rpacha tashish kerak. Hozircha shunday o'tirib turing, hozircha. Onqari ovqatdan. Sizlarga bir davo yo'q ekanda sizlarga. To'xtab tur, yosh katta boshlaydi ovqatni. Mol bu molday bu. Optiga mana sariq pishak. Mana bu jo'robni olib eda menga. Qo'yildi, mana bu yerga qo'ydi. Ha, jo'rob rassok-ku. Mana buni qo'li jo'robdan rasvo. To'l qo'lingni-yu. Bo'ladi, to'g'ajon. To'g'ajon, men yuganman, men chisti. Shunday davleyna qilyapsanlar, mana tur joyingdan. O'zimdan chistingni chiqaraman. Bir doniya qilmaydi, ikki ish qiladi. Tintaging bilan nima bo'laman? To'g'ajasi yaxshi ko'raman-da. Sen hamma yaxshi ko'rasan. Mana bu salfetka yangi yilga yuvilgan. Mana qara, aptingga o'xshaydi. Yo, haytag'ajon, o'ylantiring, kelin yuvadi. Uylangiz kelib qopti bu kishini. O'zing-yu, katta-katta. Kelin nimalar qiladi yana? Xo'p, pishira xizmatini qilar. Sen nima qilasan?
rohatini ko'rib. Yuvishni o'rganish kerak, ovqat qilish kerak. Sizdan ugina, bizdan bugina degan narsa bor. Xuddi shunday, tog'a. Ey o'lasanlar. Pichoq bor, na bir. Hozircha chidab turing, tag'in. Bo'ldi, tog'ajon, o'tiring, o'zim olib kelay. Isratdi. Seni deb bo'lyapti. Katta ishlar qilib qo'ysang bo'lasanmi? Pomada. Men senga nima? U borishdami, ha? Yo domravodimsan senga, ha? O'zingdan ketma. Ey, hozir ikkoving ham yo'q bo'lasan, dom. Yuzdan, yo'qol. Keling qantoq. Hop turibman. Hop kechasi qayerga borasam, maoshim yo'q. Kutingni qisib, aytganini qilib, ovqatingni ye. Yes, tog'a. Keyin kitobni o'qiysan. San menga qara. San aqlsizlik qilma. Kitobni olasiz. Siz ham. Xo'p bo'ladi, tog'ajon. Ana molxonaga hech kim bezovta qilmaysizlar. Sakonligina. Yerdan tushib ketamiz. Chir, qurlar, gaplashib, kitob o'qiysizlar. Tog'ajonim, ming bor uzr sizda bo'lganim uchun ta'lim olish kech emasmi? Ta'lim erta kech bo'ladimi, dabba? Ayt bunga, beshikdan go'rgacha ilm ol. Ha, istamas, oling. Bilan. Oling, dakansa oling. Davay, ovqatni oling. Rahmat. Sayfi, o'ylamay ichingda takrorla. Ichimda aytyapman, nima mishat qilyapmanmi senga? Nima o'ylayapti? Hoy, bobiga ekan-ku. Men senda o'ylabman. Endi biz kuchuk bilan solishtiryapsiz-da, ha? Sayfijon, bitta zo'r g'azal yodladim, aytib beraymi? Nima? G'azal qani? Davay. Alisher Navoiy g'azali ijro etadi Jo'shqin Gadoyi, eshitadi Sayfulla Haromiy. Unaqa dema. Eshit. Kecha kelg'umdir dibon, ul sarvagulru kelmadi. Qara. Ko'zlarimga necha tong otguncha uyqu kelmadi. Qara, uxlamay yozganda. Lahza chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zimga-yu, ul sho'xi bakshu kelmadi. Oh, gaday maestrosan. Seni og'zingdan ham normal narsa chiqegan-a? Qalashlar g'azalni kuchliligini ko'ryapsanmi? Hozirgina 4 ta she'r yozadi-da, to'y, qazara, barakasar qiladi. Gaday, ana nimani kara aytib beraymi senga? Aytib ber. Qara, yuqorida kvadrat, tenglar. Boshqa nima deysan menga? Men senga eshak o'g'riga nima dedim, ha? Qaytdingmi uyga vaqti? O'tag'am cho'qroq. Senga ishim yo'q, tog'ashunos. Gadayga ishim bor. Sayfijon, nima qani shu go'dakkina nimadir ishi bordir. Nima gap Zulfa? Ishga gap bor. O'tda. Sayfijon, men hozir kelaman, xo'pmi? O'tag'am tursin. Ishganing ko'rsataman senga. Ishlarim bor. Nima gap Zulfa? Qishloqda Zulfidan chamadonni olib chiq. Bigon. Men bularni ko'ziga ko'rsatib qo'yayda bir. دستی سفیدی چلا دور من بسای بی چلا عاشقی زود چلا بر دستی سفیدی